Diqqat, tezkor xabar. Registratsiya qilish uchun navbat kutib ko'chada tunashmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. Ekato'rtburgdagi Solimov ko'chasida 500 ga yaqin migrant bir maqsadda ko'chada tunab qolgan. Ularning barchasi registratsiya, ya'ni yashash joyi bo'yicha migratsion ro'yxatdan o'tishni maqsad qilgan. Bu haqda Uraru nashri ma'lum qilmoqda. Manba muxbirning ta'kidlashicha, shaharda katta navbat tufayli talonlar yetishmayapti va migrantlar oddiy daftarga o'zaro navbat uyushtirib yozilmoqda. Ertaga qabulga o'zimizning navbat bo'yicha 180 kishi yozilgan. Keyingi kun uchun 181 kishi bo'ladi, deb jurnalistlarga tushuntirgan muhojirlardan biri. Shuningdek, kelganlarning barchasini migratsiya markazida qabul qilishning iloji bo'lmaydi. Muassasa taxminan soat 09:00 da ish boshlaydi. Ammo davlat xizmatini olish uchun kelganlar 1 soatdan keyin qabul qilina boshlaydi.